Xo'p, bola, assalomu alaykum hammaga. Jigarlar, bugun Forex tillarda ishlab beradigan normal indikator ile bitta strategiyalar sizlarga bozorda 90%, 95% holatda ishlab beradigan strategiya darsliklar o'rgatib o'tib ketamiz. Bu narsani asonoy mana o'zimiz ustozimiz, masalan, ko'p indikator, ko'p narsalarni men shu yoqdan o'rganganman. Shu akamiz sizlarga o'rgatib o'tib ketadi. Master class deganda. Bo'lmasa boshlayveramiz aka. Assalomu alaykum, Zero Scout obunachilari. Biz bugun sizlarga indikatorda shundoq bermoqchimiz. Mana buni ko'rishinglar mumkin. Sizlar berganimizdan keyin ham o'zlaring amaliyot qilib ko'rishinglar mumkin. Bu nima asosida ishlaydi degan savollarga biz javob beramiz. Har bitta zona support resistance zonalar hisobida olinadi. Liquid zonalarni hisobga olib ishlaydigan indikator. Mana ko'rishinglar mumkin 15 minutlik time frame. Birinchi zonamizga bozor kelib, mana shu joyda mana razvorot olgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Har bitta joyimizdan mana ko'rishinglar mumkin. Baydikini ham mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, nimaga bular ishlamagan? Lekin bularga ham kelgan paytda ishlaydi. Masalan, hozir bozor shu holatda bo'lsa, ishlab beradi. Biz 100% garantiya beramiz. Har bir indikatorimizni biz o'zimiz strategiya asosida yaratib, buni ishlatib, keyin shu bo'yicha ishlaymiz o'zimiz. Hech qanaqa buni nima desa bo'ladi. Buni o'zimiz hammamiz darslik bo'yicha yaratib, shuni ishlab chiqqanmiz. Bemalol sizlar ko'rishingiz mumkin. Masalan, mana o'zi oldindan sell, buy zonalarni ham chiqarib beradi. Bu nimaga asoslanib desalaring, mana bundan oldingi zonaga bozor 2 marta kelgan, shu zonani buzib o'tolmagan uchun battan sel bergan, ketgan. Har bitta yurib bergan zonalar hisoblasak, ko'rishingiz mumkin 65 punkt. Sizlar 100%, 95% analizda oldindan bilasizlar bozorda qaysiga borishini, qayerdan chiqishini. Masalan, bu indikatorimiz orqali sizlar juda ko'p narsalarni bilsanglar bo'ladi. Mana chekkada tabloyimiz ham bor. Tabloda o'zi qaysi paytda impuls kuchli bo'lsa, X toniga galchga chiqib qoladi. Shu galchkada shu vaqtda kuchli burilishlar, nimadirlar sodir bo'layotgan paytda o'zgarishlar, hodisalar chiqib keladi. Bu indikatorimizni shu Zero Scalp guruhidan bemalol olishinglar mumkin. Hech qanaqa guruhlarga yozib bo'lmasdan, hech qanaqa bir to'lovlar qilmasdan shunday bepulga olishinglar mumkin. Biz maqsadimiz shu Forex bozoridan hamma foyda qilsin, o'zbekistonliklar foyda qilsin. Bizning maqsadimiz shu. Chunki Forex bozori meniki emasmi yo boshqa insonniki emas. Shuning uchun hamma foyda qilish tarafdorimiz. Olib ishlatib ko'ringlar. Sizlarga maslahat beramiz. Sinab ko'ringlar. Shu indikatorimiz bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni shu Zero Scalp admini shu ukamizdan olishinglar mumkin. Indikatorda ham shu ukamiz o'zlari sizlarga bepul beradilar ma'lumotlarni ham. Xo'p, jigarlar, aytilganda indikator bozorda 95% holatda daji trendlarni ham ko'rsatib ketadi. M5, M15 hammasi trend pastga yoki buy trend, sell trend. Ko'p narsani ko'rsanglar bo'ladi. Indikator boshqa indikatorlarga o'xshab narx yurgandan keyin zona berib qo'ymaydi yoki masalan, ba'zi bir indikatorlar bor, narxi o'tib ketgandan keyin buy zona yoki sell zona berib qo'yadi. Bu indikator обязательно real momentda beradi. Buni bemalol o'zingizlar tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanalga o'tsanglar bu indikator haqida to'liq o'zini darsligi bilan, undan tashqari uстановка qilish hammasi Telegram kanalga tashlab qo'yilgan. O'tib bemalol foydani qilsanglar bo'ladi. Bo'lmasa hozir sizlarga yana bitta bu yog'iga strategiya bilan dars o'tib ketamiz. Bu indikator ham sizlarga добавка bo'ladi. Agarda o'zingizlarda birorta indikator yoki strategiya bo'lsa, buni qo'shib ishlatsanglar, вообще idealniy darajada ishlab beradi mix qilib turib. Tak, bo'lmasa mana ikkinchi darsga o'tamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bizda zona bor. Ya'ni istalgan minimum, shu minimumga 9 sonni qo'shamiz. 9 sonni qo'shganimizda kelib chiqyapti bizda 39.68. Shu zonaga yana bitta liniya qo'yib olamiz. Ya'ni tashim 68. Mana ko'rishinglar mumkin. Bizda zonalar paydo bo'lishni boshladi. Endi keyingi zonamiz xuddi shu zonaga, ya'ni 11 sonni qo'shish orqali chiqarib olamiz. 39.59 qo'shamiz 11 son.
Mana ko'rishingiz mumkin. Keyingi zonamiz o'zi avtomatik kelib chiqadi. 3970 raqam shuni belgilaymiz. 3970. Mana ko'rishingiz mumkin, zonalar paydo bo'lishni boshladi. Sizlar oldindan shu zonalarni chizib olasizlar va oldindan bozorda qayoqqa ketayotganini, qayerdan razvrot olishlarini har birini oldindan bilib turasizlar. 3959 ga qo'shamiz endi. 17 son. 3976. 36. Mana ko'rishingiz mumkin, keyingi zonalar o'zi shu raqamlar bo'yicha chiqib keladi. Hech qanaqa batda taxminlar yoki nimadirlar bilan emas, sizlar aniq kalkulyatorda hisob-kitob qilib, har bitta zonani oldindan bila olasizlar. Bizda buni har bir sifr raqamlari bor. Bu sifr raqamlarni sizlarga bepulga taqdim etamiz, ko'rib bemalol foydalanishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana zonalar chiqib kelyapti. Ya'ni shu raqamlar orqali sizlar hisob-kitob qilasizlar. Har bitta zona shu sifr kodlar orqasiga yashirilgan bo'ladi. Bozorda har bitta sifr shu kodlar ichida yurgan bo'ladi. Sizlar shuni oldindan bilasizlar. Endi faqat bitta notomoni bor. Bu raqamlarni bilganlaridan keyin buni to'g'ri ishlatishni ham bilish kerak. Ya'ni bu zonaga kelsa qanday aniqlaymiz oldindan. Buni keyingi darslarda sizlarga sekin taqdim etamiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Zero Scout oldinda.